kurs tashkil qilyapsiz, lekin bitta mavzuni har safar har xil o'tasiz va ayrim hollarda mavzularda takrorlanish bo'lmayaptimi deb chalkashib ketadigan vaziyatlar bo'layaptimi? Hatto bu holat sizni miyangizda o'zingizga bo'lgan ishonchingizni tushirib, bir xil narsani qayta gapirayotgandek tuyulayotgan bo'lsa, ayb sizda emas. Ayb aynan kursni metodologik jihatdan to'g'ri tizimlamaganligida. Men Lafruz Hidoyatova 26 yillik metodologman. Metodologiya bu har bir mavzuni ichida bermoqchi bo'lgan axborotingizni to'g'ri tizimlanishi va kurs davomida ishoning axborotni takrorlanmasligiga yordam beradigan ilm hisoblanadi. Bu mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1 noyabr kuni men aynan mana shu muammolarga qaratilgan ilmlarni jonli seminarda berish niyatidaman. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda bir raqamini qoldiring, men sizga seminardan ro'yxatdan o'tish uchun havola jo'nataman.